Tasodifan ultratovush tekshiruviga borganingizda buyragingizda hosila aniqlandi. Ko'pchilik bu holatni eshitgandan keyin sarosimaga tushib qoladi. Lekin siz o'zingizni qo'lga oling, chunki bu holatdan to'liq davolanib ketish mumkin. Asosiysi vaqtni boy bermaslik. Bunday holat bo'lganda sizga 3 ta muhim tavsiyani beraman. Demak, birinchisi, ko'p fazali kompyuter tomografiya tekshiruvidan o'ting. Ikkinchisi, kompyuter tomogramma qilgan radiolog shifokordan hosilani renal skor bo'yicha baholashni iltimos qiling. Tajribali radiologlar odatda buni o'zlari qilishadi, lekin ba'zan esdan chiqishi mumkin. Uchinchisi, tajribali urologga murojaat qiling. Tajribali urolog sizga yuqoridagi tekshiruvlardan kelib chiqib, sizga mos keladigan davolash usulini tavsiya qiladi. Biz klinikamizda jamoamiz bilan birgalikda bunday bemorlarga anchadan beri to'liq shifo ulashib kelmoqdamiz. Biz bu kasalliklarni hech qanday kesmalarsiz, hattoki robot yordamida mana shu o'smani olib tashlagan holatda bemorlarni kasallikdan xalos etib kelmoqdamiz. Agar sizga renal skorni qanday aniqlash qiziq bo'lsa, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola bioda ko'rsatilgan.